Mes aziz xonim, men biroz mastman. Malboroni yoqing bir nechta armanlarni chaqiring. Men shunday odamman azmi. Menga yuqori darajadagi hayot va ko'p pul yoqadi. Agar xohlasangiz biz Parijga yoki janubga uchishimiz mumkin. Agar xohlasangiz mening uyimga kelishimiz mumkin. Albatta men gentlemanman, lekin unutmang, men qo'pol bo'lishim mumkin. Men axir qo'pol odamman. Yasur ozgina mafiya, bir chimdim jinoyat, to'pponcha va boshqalar. Hamma siz bilan bo'lishni xohlaydi, lekin siz juda charchadingiz. Sizga mening kayfiyatim va boshlanishim yoqadi va shuning qo'shmas menga aytingiz. Meni olib keting va Malboroni yoqing. Sizning atiringiz yuragimni eritib yuborur. Beshga albatta quyosh kerak edi. Tun qisqaroq va siz bilan bilkul biz uchun yetarli emas. Meni olib keting va Malboroni yoqing. Sizning atiringiz yuragimni eritib yubordi. Bizga albatta quyosh kerak edi. Tun qisqaroq va siz bilan oqcharqum biz uchun yetarli emas. Akku chiroyli mast, jinoyatkor ko'zlaringni shunchaki g'ayritabiiy. Buni nima qilyapti? O qanday murka, ehtimol unga o'xshashi yo'q. Bezori ballada va revolver. Voyve, bu haqda hatto orzu ham qilmang. Aslida meni alday olmaysiz, shuning uchun